Assalomu alaykum. Suyumlik analar, omaq balalar, yaxshimisizlar? 9-haftalik darsimizga xush keldinglar. Oldin qatda biz T harfini o'rgangandik. T harfini o'rganib berilgan topshiriqlarni astoydil ishlagan omaq balalarga chin ko'nglimdan rahmatimni aytaman. Balalarning topshiriqini ishlashga yordamlashgan jafokash analarga cheksiz hurmatimni bildiraman. Hammalarga yana bir qatim rahmat. Endi bugun yangi harf o'rganamiz, ya'ni ne harfi, nondagi ne harfini o'rganamiz. Men oldin qatim bolalarning ishlagan topshiriqlariga qarab, shu bu hafta 4 harfni ham yozmay, 4 harfningki beshi, o'tiri, oxiri deganga qanday so'zlar keladiganligini qo'shib qo'ydim. Shuningga amsa diqqatinglar ekranda bo'lsin. Undan keyin bolalar qaysi nening nada ishlanadiganini so'zga berilgan example orqali balki misollar bilan biladi deb o'ylayman. Boshni jumlaning beshida kelganligi uchun ana degan so'zni yozganda boshni ishlatdik mana. Bolalardan ana degan so'zni mush so'zlarni hammani yozib o'tib, undan keyin qaysi ne ekan deb so'rasanglar bo'ldi. Nega kelganini ishlatishni bildi. Ana degan so'zdimi mana. Boshni ba. Undan keyin yalğız nega nan. Bu bir bo'g'imliq so'zlar jiqroqka. Nan degan bo'lsa, mana yalğız ne keldi? Un. Yalğız ne? Un. Yalğız ne? Undan keyin o'ttir ne? Jumlaning o'ttirida so'zlarning o'ttirida keladigan bo'lsa, atni deki mana yalğız ne? Bu yalğız ne deyman, o'ttir ne? Nanni dikisimi o'ttir ne? Endi oxirida keladigan oxir nega bo'lsa, ishtin. Mana tin oxirdagi ne? Ashtin oxirdagi ne? Endi bolalarning so'zlarni o'qitgan vaqtda ana deb biroqlam o'qitmay, asta o'qitish uchun men sinfda odatda shuni o'qitaman. Ana nima Sharifani apsi shunda o'qitibdi-ki, videoda qarsam yaxshi o'qibdi. Ashta ajilab o'qisa, bolalarning og'zimi keladi, so'zlarni o'z to'liq deyalaydi. Shuningga hammalarning shu usulni qo'llanib beqishinglarni umid qilaman. Ana. Ne ana. Ne ana ne nan. O ne on. Ü ne ün. At ne ini atni. Ne ana ne nan. Ne ini nanni. İş ne tin iştin. Aş ne tin açtın. Endi sizlarning topshiriqinglar ne harfining 4 xil shaklini yozib, 4 xil shakliga keladigan so'zlarning misolini yozib, men o'qiganga o'xshash o'qib beringlar. Bulamda hammalar qila olasizlar. Amsa sizlardan kelgan videolarni saqlayman. Xayr xo'sh.